Hind kinosining eng mashhur yulduzlaridan biri Salmon Xonning shaxsiy hayoti, sevgi qissalari va unga bog'liq bo'lgan mashhur ayollar haqida bilishni istaydiganlar shubhasiz anchagina. Bugun ana shu mavzuda siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Salmon Xon aktyor, prodyuser, qo'shiqchi va filantrop sifatida Hind kinosining eng taniqli va eng ko'p muhokama qilinadigan shaxslaridan biridir. U 1988-yildan beri kinosanoatda faol bo'lib, 100 dan ortiq filmlarda rol o'ynagan va millionlab muxlislar qalbidan joy olgan aktyor. Ammo uning muvaffaqiyatli kasbiy hayoti qatorida shaxsiy hayoti, ishqiy munosabatlari ham ko'pchilik e'tiborida bo'lib kelgan va hamon e'tibor markazidan tushmaydi. Garchi aktyor shu vaqtgacha uylanmagan bo'lsa-da, matbuotda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, uning hayotida ayollar kam bo'lmagan. Shahin Jafri Salmon Xonning birinchi muhabbati deb hisoblanadi. Ular 1980-yillarda uchrashgan. Shahin taniqli model bo'lib, aktrisa Kiara Advanining xolasi hisoblanadi. Ular yoshligida sevishib qolgan bo'lsalar-da, bu munosabat jiddiy bosqichga chiqmasdanoq tugagan. Sangita Bijlani 1980-yillar oxiri va 90-yillar boshida Salmon bilan ancha jiddiy munosabatda bo'lgan. Ular hatto turmush qurish darajasiga yetib borishganda, hatto to'y taklifnomalari ham chiqarib bo'lingandi. Ammo afsuski, noma'lum sabablarga ko'ra ularning munosabati to'yga yetmasdanoq yakun topdi. Shunga qaramay, bu ikki san'atkor do'st bo'lib qola oldi. Somi Ali pokistonlik aktrisa bo'lib faol mehnat qilgan. U yoshligida Salmon Xonga oshiq bo'lgan va aynan shu muhabbati tufayli Hindistonga kelgan. Ularning munosabati bir necha yil davom etgan. Ammo Salmonning qiziqqonligi va Aishwarya Ray bilan uchrashuvi sababli ajrashgan. Bular matbuotda bildirilgan fikrlar xolos, biroq aslida ularning munosabati qanday kechgani aniq ravshan emas. Salmon Xonning eng mojaroli sevgi qissasi shubhasiz Aishwarya Ray bilan bo'lgan. Ular 1999-yilda Ham Dil De Chuke Sanam, Qalbim senikidir jonim filmida birga ishlagandan so'ng yaqin bo'lib qolishgan. Ularning muhabbati Hind ommaviy axborot vositalarida eng ko'p muhokama qilingan munosabatlardir. Biroq 2002-yilga kelib bu munosabatlar ancha yoqimsiz tarzda yakun topdi. Aishwarya Ray Salmonni ruhiy va jismoniy zo'ravonlik qilishda aybladi. Bu voqea katta mojaroga aylandi. Hind matbuotida keng yoritildi. Ajralishdan so'ng ular aslo bir-birlari bilan aloqa qilishmadi. Salmon va Katrina Kaif o'rtasidagi munosabat 2003-2010-yillar davomida bo'lgan deyishadi. Ular birgalikda ko'plab filmlarda rol ijro etishdi. Ek Tha Tiger, Maine Pyar Kyun Kiya, Tiger Zinda Hai kabi kartinalarda Salmon Katrina Kaif bilan birga ishladi. Aktyor Katrinaning faoliyatida ancha muhim o'rin tutdi. Uning tanilishiga yordam berdi. Ajralishlariga qaramay, ular do'stona aloqalarni saqlab qolishdi va hozirgacha hamkorlik qilishadi. Yulia Ventura 2012-yildan beri Salmon Xonni ruminiyalik model va teleboshlovchi Yulia Ventura bilan yaqin munosabatda degan mish-mishlar tarqalgan. Ular ko'plab tadbirlarda birga ko'rinishgan, hattoki Yulia Salmonning oilasi bilan yaqindan tanish. Garchi ular rasmiy nikohdan o'tmagan bo'lsa-da, bu munosabatlar anchadan beri davom etmoqda deyishmoqda. Yulia Salmonning qo'shiqlari uchun hind tilida kuylashga ham urinib ko'rgan, hattoki Salmonni unga uylanadi degan gap so'zlar ham chiqqandi. Lekin bunday bo'lmadi. Salmon Xonning turmush qurmagani hind ommasi orasida doimo savol tug'diradi. U turli intervyularida ba'zida hali buning uchun mos odamni uchratmadim desa, ba'zida oila a'zolarining o'zi menga yetarli, ular mening oilam deya javob beradi. Uning shaxsiy hayoti har doim ana shunday sirli parda ortida.